Fan Tao, Chu Xiaofenning yordamchisi. Mashina o'tolmayapti. Ustaxona ortda qolib ketdi. Men borib kelaman. Chu Xiaofen, Chu korporatsiyasi prezidenti. Chan Xiaoxue. Nima qilyapsan? Men iltimos sizdan yordam bering. Meni ta'qib qilishyapti. Chan Yuanshan, Chan Xiaoxuening otasi. Sening uchun qalin pulini olib qo'yganman. U bo'lsa qochib ketdi. Endi janob tizingga nima deyman? Chan Xianchen, Chan Xiaoxuening Men akasi. allaqachon u qizga dori berganman. Uzoqqa keta olmaydi. Ortidan borish kerak. Chan Yao, Xiaoxuening amakivachchasi. Qarang. Tinchlikmi? Bu yoqni qaraylikchi. Ular ketishdi. Ortini bor. Rahmat. Issiq. Judayam issiq. Tobim bo'lmayapti. Seni zaharlashgan. Yordam bering. Olti yildan so'ng qurilish maydoni. Mana, oling. Rahmat. Xiao Bao, Chan Xiaoxuening o'g'li. Oyi, qarang, men ancha plastik idish yig'dim. Ko'proq pul to'plasak, dadamni topishimiz mumkin.